Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda VirtualBoxga, ya'ni virtual mashinaga Kali Linuxda qanaqa o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz birinchi VirtualBoxni yuklab olishimiz kerak. Biz ushbu saytga kiramiz. Sayt nomi mana virtualbox.org. Buning uchun download tugmasini bosamiz. Bizga operatsion tizimimiz bizda Windows bo'lgani uchun Windows hostni tanlaymiz va yuklab olamiz. VirtualBoxni biz o'rnatib olamiz. Hop, endi biz mana VirtualBox'imizni o'rnatib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Endi biz Kali Linuxni o'rnatib olishimiz kerak. Buning uchun Kali org saytiga kirib olamiz. Bu yerdan biz virtual mashinani tanlaymiz. Chunki biz VirtualBox'ga o'rnatyapmiz. Agar ISO faylda qo'lda o'rnatmoqchi bo'lsak, buni tanlardik. Hozir biz virtual mashinada yuklab olishimiz kerak. Biz VirtualBox'ga tanlaymiz mana. Yuklab olishini kutamiz ozgina. 3,5 gigabayt. Endi mana zip faylda keladi bizga. Zip fayldan chiqarib olishimiz kerak biz buni. Zip fayldan chiqarib olishini ozgina kutamiz. Hop. Bizda mana chiqarib oldi, zip fayldan chiqarib oldi. Bu papkaga kirib olamiz Kali Linuxda. Bizda mana ikkita turibdi, bitta qizil, bitta ko'k turibdi. Biz birinchida turgan ko'kni tanlab turib, ustiga 2 marta bosamiz. Va mana bu yerda bizda mana o'zi avtomatik VirtualBox ochildi. Bizda Kali Linux bu yerda paydo bo'ldi. Nimaga bu yerda ikkita deb so'rashingiz mumkin. Bu 2024-yildan beri men oldindan ishlatib keladiganim. Bu hozir bunisi esa hozir yangisilar bilan yuklab olganimiz. Hozir kelinglar buni ichiga kiramiz. Hozir qanaqa kirishni ko'rsataman. Mana hozir biz bu eskisi, hozir yuklab olgan yangimni biz ishlatamiz. Buning uchun mana start tugmasini bosamiz. O'zi defaultni hamma narsasi tayyor kelgan bo'ladi bu yerda. Bu yerda hozir kirib olishini ozgina kutamiz. Hop, bu yerda bizda parol bilan login parol so'raydi. Defaultda bizda ikkalasi ham Kali bo'ladi. Keyinchalik buni o'zgartirib olish mumkin. Mana ko'rib turganinglardek bizda mana Kali Linux ochildi. Bu yoqda terminalga kirib komandalarimizni bajarishimiz mumkin. Qolganida keyingi darsda o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, bunda yana qanaqa qilib kiramiz desalar, bu yerdan chiqib ketgandan keyin mana bu yerda o'chirib turib shutdown qilib chiqib ketamiz. Mana qanaqa kirishni o'rgataman. Bu yerda bizda virtual mashina bor. VirtualBox'ni yuklab oldik-ku. Xo'p, endi biz yana qanaqa qilib Kali Linuxga kiramiz desanglar, boya Oracle VirtualBox'ni yuklab oldik. Shunga kiramiz va mana bu start tugmasini bosamiz. Bu menda eskisi, bu yangisi. Yangisini qanaqa qilamiz? Start tugmasini bosamiz. Shu bilan ochiladi. Ozgina kutamiz.
Bo'ldi, bunaqa qiyin joyi yo'q. Tushundinglar deb o'ylayman. Agar o'rnatishda muammolar bo'lsa, kommentariyaga yozishinglar mumkin muammolarni, skrinshotlarini yozib. Hop, esinglarda tursin. Login va parol Kali. Hammaga rahmat.